Toshkent xalqaro himoya aeroportidamiz. Xabaringiz bor, Kipr mezbonlik qilgan shaxmat bo'yicha nomzodlar turniri yakunlandi. Unda Javohir Sendarov ilgari hech kim ko'rsatmagan natijani qayd etdi. Ya'ni u 14 ta o'yindan 6 tasida g'alaba qozonib, mutlaq muddatdan oldin g'oliblikni qo'lga kiritdi. Duo qilib, yig'lab o'sha o'yinlarda mana shunday o'tiramiz, necha soat bo'lsa. Bola nimaga qiziqadi? O'shanga qarab birgalikda ishlash kerak. Bolani o'ziga tashlab qo'ysa hech narsa bo'lmaydi. Ko'proq shu bobosi bilan o'zimiz bu bolani qiziqishini ko'rib, juda iqtidorli edi. 3 yoshida karajadvalda yotatib qo'ygan edik. Xudo xolasa va'da berdi. Ilohim ishqilib va'dasini ustidan chiqsin. Prezidentimizning oldida yuzi yorug' bo'lib o'sha O'zbekistonga shaxmat tojini olib kelsin. Jamila opa, Javohirni ko'pchilik og'ir bosiq deb o'ylaydi-da. O'zi shunaqa tabiatan xarakteri shunaqami yoki shaxmatini bosib qo'yganmi? Balkim shaxmat ham shu darajaga olib kelgandir. Chunki 5 soatlab, 6 soatlab o'sha shaxmat doskasida o'tirishadi. Lekin unaqa og'ir bosiq emas, xushchaqchaq gaplashsangiz, hazil, mutoyibalari ham ko'p. Asosiy ustasi germaniyalik Roman Vidanyak degan bilan ishlayapti u. Treneri juda yaxshi psixolog. Yutqizganda ham, yutganda ham o'zini bosib olishni o'rgatadi. Psixologiya juda katta rol o'ynaydi shaxmatda. Jahon tojiga o'ynayotgan, shu formada bo'lsa jahon chempioni bo'lib keladi deb o'ylayman. G'alaba qozonganimdan so'ng u qo'ng'iroqni kutmagandim, qandaydir juda ham hayajonlanib ketdim, to'g'risini aytsam. Men uchun bu boshim osmonga. Bizni prezidentimizga prezident yo'q. Moliyaviy tarafdan bizga yordam bermaganda bu shu darajaga yetmas edik. Ko'ryapsiz, mana 2 martalab telefonlarda gaplashib turibdilar. Endi bu ishonchni oqlamasa bo'lmaydi bolam. Shaxmat bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi a'zosi Sendarov Javohir Sanjarbekovich mehnat shuhrati ordeni bilan mukofotlansin. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev hozirgi prezidentimiz tomonidan Javohirga berilgan mehnat shuhrati ordeni biz kutmagandan ham a'lo bo'ldi. Biz buni kutmagan edik. Shunchalik darajada prezidentimiz ulug'lab, shu 20 yoshgina bolamni mehnatini shunchalik darajada ulug'lab orden bilan mukofotladi. O'rtoq sifatida va grossmeyster sifatida uni natijasini qanaqa baholaysiz? Juda ham xursand bo'ldim. Musobaqadan oldin bevosita mashg'ulotlarda borib qatnashdim va o'zimning kichkina bo'lsa ham hissamni qo'shganimdan juda ham xursandman bu g'alabada. Birinchi navbatda bu musobaqaga chiqish juda ham katta natija, uni yutish esa undan-da mashaqqat talab qiladi. Raqib sifatida qaysi jihatini tan olasiz? Hisob kitobi juda ham kuchli, juda ham tez pozitsiyani ilg'ab, unda to'g'ri qaror qabul qilishni biladi. Endi yilning oxirida albatta meni o'zimni matchim ham bo'ladi Gukesh Damirajuga qarshi. Xudo xolasa ushbu musobaqada g'alaba qozonib, keyingi matchda Nodirbek Absatarov bilan o'ynayman degan umiddaman. Bu kun Jasmina Jamolova, Ixtiyor Orziqulov, Toshkent.